Salom hurmatli o'quvchilar, demak bugun biz sizlar bilan konsentratsiyalar haqida gaplashamiz. O'tgan darsimizda eritma haqida tushunchaga ega bo'lgan ekan, eritma va eruvchanlik haqida, to'g'rimi? Savol: eruvchanlik deb nimaga aytiladi? To'liqroq. 100 gram suvda maksimal miqdorda erish mumkin bo'lgan massa. Demak, 100 gram erituvchida maksimal erish mumkin bo'lgan massa. Eruvchanlik 25 ga teng degani 200 gram suvda qancha tuz eriydi degan? 50. Xo'p. 300 gram suvda 60 gram tuz erigan. Eruvchanlik nechaga teng? 20 ga teng. Xo'p, demaysizlar ekan. Demak, bugun birinchi gaplashadigan konsentratsiyamiz bu foiz konsentratsiya. Birligi yo'q. S foiz bilan belgilaymiz. Mana bu S ni o'zi doim konsentratsiya degan ma'noni bildiradi. Oldidagi qo'shimchasi qaysi konsentratsiyaligini ko'rsatadi. Foizni so'raganligi uchun yuzi ko'paytirib qo'yamiz. Demak, ta'rifi bo'ladi. 100 gram eritmada o'tgan safar eruvchanlikda nima edi? Suvga nisbatan, ya'ni erituvchiga nisbatan. Bunisida eritmaga nisbatan olamiz. 100 gram eritmada mavjud bo'lgan tuzning miqdori. Misol uchun 100 gram eritmada 25 gram tuz bor degani 25% li eritma degani. Kim tushunmadi? Qaranglar. Misol uchun foizni topayotganinglarda sizlarga 100 ichida hisoblash osonroqmi? Misol uchun 100 gram moddani 50 gram degani bu 50%. 60 gram degani bu 60%, to'g'rimi? Shuni hisobiga 100 gram eritma uchun olamiz foizni. Ya'ni shu 100 gram eritmaning tarkibida necha gram tuz borligini ko'rsatadi. Misol uchun 25% li 100 gram eritma degani bu 100 gram eritmada 25 gram tuz bor degani. Endi xuddi shunaqa savol sizlarga 25% li 200 gram eritma. 50 gram tuz bor tarkibida. Eruvchanlik topingizda nima qilamiz? Suvga o'tib olamiz erituvchiga. Xo'p, tushundinglarmi foiz nimani belgilaydi? Ya'ni o'sha 100 gram eritmaning tarkibida necha foiz tuz borligini ko'rsatadi. Necha gram? 600 gram eritma 30%. 180 gram tuz bor tarkibida. Xo'p. Birligimiz yo'q ekan foiz konsentratsiyada. Xuddi foiz konsentratsiyaga o'xshagan yana bitta formula bor, bizda massa ulushi. Xuddi o'sha formulani yuziga ko'paytirilmagan holatda, misol uchun 50% li eritma bu foizdagi ko'rinishi 0.5, ya'ni o'sha tuzning miqdori 0.5 desa, massa ulushi 0.5 desa, bu ulushdagi ko'rinishi bo'ladi. 50% ham 0.5 ham ikkalasi bitta narsa. Tushunarlimi? Kim tushunmadi? Faollashtirish malika tushunmagan? Qayerga tushunmadingiz? Qarang. 50% li eritma deyapman. Bu degani 100 gram eritmaning tarkibida 50 gram tuz bor degani, to'g'rimi? Endi xuddi shuni massa ulushida hisoblang deyapman. Massa ulushi birligi yo'q. O'zi biz hisoblagan massa ulushda foizda berilardi. Bunda foizda berilmaydi. Ya'ni foizsiz ko'rinish ulushdagi 0.5 o'sha 100 gram eritmaning tarkibida tuzning ulushi 0.5 ga teng deyiladi. Yuzi ko'paytirilmagan holatda prosta. Proporsiya qo'yadigan bo'lsak. Yo'q, yuzi ko'paytirib topasiz. Ulushda bersa 0.5 bo'ladi. Foizga o'tkazing desa 50% olasiz. 100 martaga farq qiladi bir-biri bilan. Formulasi proporsiya. Demak,
Masalada nima dedik? Ana shu masalada qoidada 100 gram eritmaga nisbatan olinyapti. O'sha ya'ni 100 gram eritma tarkibida necha gram tuz borligini ko'rsatish kerakmi? Agar bizda 300 gram eritma tarkibida 60 gram tuz bo'lsa, foiz konsentratsiyani topish uchun 100 gramga nisbatan hisoblaymiz. 3 marta kamayapti, 3 marta kamaysa 20 bo'ladi. Kim tushunmadi? Yoki yo'q. Har doim 100 gramga nisbatan olasiz. Yoki 80% eritma beryapti sizlarga. Eritmaning massasi 400 gram. Necha gram tuz bor tarkibida? Nima qilamiz? 80% degani bu 100 gram eritmada 80 gram tuz bor degani. Kim tushunmadi? Tushundinglar? Xo'p, sizlarga foizda o'zgartirilishi mumkin bo'lgan narsalar aytaman. Nazariy tushuntirib ketaman, keyin masalada yana bir marta aytib beraman. O'tgan safar aytib berdim, to'g'rimi? Eritmani hosil qilish usullarini M1 + M2, M1 + M3, M2 + M3, M3 + M3. Foiz beriladi. Misol uchun, boshdan boshlaylik. 20 gram tuzga 80 gram suv qo'shildi, eritma hosil qilindi, foizini toping. Umumiy 100 gram qanaqasi 100% bo'ladi? Eritma massasini so'ramayapman. Foiz so'rayapman. 80 gram suv, 20 gram tuz. Qo'shsak eritma massasi 100 gram. 100 gram eritma tarkibida 20 gram tuz bor ekan. Foiz konsentratsiya 20%. Kim tushunmadi? Kim? Sen bosvoring. Xo'p. Yana 20 gram tuz, 300 gram 50% eritma. Ikkalasi qo'shilyapti. Yangi eritmani foiz konsentratsiyasini toping. Nima qilamiz birinchi? 320 gram eritma bor, xo'p. Avval tuz topib olaylik. 300 gram Xayolda hisoblasa bo'ladi-yu. Xo'p, 300 gram 50% eritma. Men sizdan so'rayapman shuni. 150 gram tuzi bor ichida. 50% degani o'sha 300 gram eritmani 50% tuz degani. 150. Endi umumiy 170 gram tuz bo'ldi, eritma massasi 320 bo'ldi. Agar 320 gram eritmaning ichida 170 gram tuz bo'lsa, 100 gramdan qancha deb proporsiya qo'yib foiz topsangiz bo'ladi. Bu M1 + M3 320. 170 taqsim 320. Foizli eritma hosil bo'lar ekan. O'z boshida qancha edi? 50% edi. Yana 20 gram tuz qo'shganimizdan keyin 53% eritmaga aylanar ekan. Bu M1 + M3 edi. Xo'p. Demak, turgan eritmaga biz yana erituvchi qo'shadigan bo'lsak, eritmani konsentratsiyasi ortadimi, kamayadimi? Erituvchi qo'shyapmiz. Suv qo'shyapmiz. Konsentratsiya bu tuzning miqdori kamayadi. Xo'p, agar erigan modda qo'shadigan bo'lsak, ortadi. 400 gram 20% eritmaga 20% 80% qiling shuni. 400 gram 80% eritmaga yana 100 gram suv qo'shyapmiz. 100 gram suv qo'shyapmiz. 500. Umumiy eritma massasi 500. Tuz miqdori o'zgaradimi, yo'qmi? Konsentratsiya aytmayapman, miqdorini aytyapman. Foiz kamayadi, lekin gram o'zgarmaydi. Suv qo'shyapsiz. 500 gram eritma bo'ldi, o'zi boshida qancha edi? Tuz massasi 80% dedim. 240 gram tuz bo'lgan ichida. Eritma ichida. 400 gram eritma ichida 240 gram tuz bo'lgan. Keyin eritma massasi 500 ga aylandi. 240 ga 500 ga bo'lsanglar 48% eritma bo'ldi.
Boshida qancha deyapman foizi? Yomon kamayib ketmadim. 240 ga 500 ga bo'ling boshqa yerda. Xo'p, 48 chiqdim. Toza. 32% ga kamaytirib 100 gram suv qo'shsak, eritmani foizi 32% ga kamayyapti. Kim tushunmadi? Tushunib olasiz. Va oxirgisi M3 plus M3. Ikkita eritma yozamiz. Birinchi eritmamiz 200 gram 40%li. Birinchi eritmamiz 200 gram 40%li. Keldi shu joyda men sizlarga sistema chizishni o'rgatib ketay. Qo'y. 200 gram 40%li. İkinci eritmamiz 300 gram 50%li. Qaranglar, sistema bilan qanaqa qilib ishlaymiz? Idish, eritma idish. Xohlagancha bo'lib olasizlar, bir tomoni tuz, bir tomoni suv. Ya'ni bir tomoni erigan modda, bir tomoni erituvchi. Erigan moddaning foizi 40% bo'lgandan keyin suvning foizi qancha bo'ladi? 60%. Bu sizlarga keyinchalik kerak bo'ladi, hozir emas. Xo'p, umumiy eritmalari massasi qancha bo'ldi? O'lib oling. 500. Xo'p, bunda qancha 200 gram eritma bilan 300 gram eritma qo'shsangiz. Bunda qancha tuz bor edi? 40%. Qancha bo'ladi? 80 gram. Demak, 80 gram tuz kelyapti. Naryoqdan 150 gram tuz kelyapti. Umumiy eritma massasi 500 bo'ldi. Tuzning massasi 500 gram eritma tarkibida 230 gram tuz bo'lsa, 100 gramda qancha bo'ladi? Bu yangi eritmaning foiz konsentratsiyasi. Tuzlari massasini alohida hisoblab olib, keyin qo'shib olamiz. Tushundinglarmi? Foiz. Ha. Ikkala eritma qo'shilgandan keyin foiz 46% bo'lgan. 200 gram eritma tarkibida 40% tuz bormi? O'zi 40% degani 100 gramda 40, 200 gramda qancha deb olasizmi? 80 gram tuz bo'ladimi? O'sha. Kim tushunmadi? Qayerga tushunmadi? Ochun. Hizmet qilasiz. Proporsiya ishlaganda. Dilbardan so'rang, Dilbar hisobla. Hozir tushuntirdim. Qarang. 200 gram eritma 40%li. Bu degani 40% degani 100 gram eritma tarkibida 40 gram tuz bo'ladi degani. Agar 100 gramda 40 gram bo'lsa, 200 gram eritmada necha gram tuz bo'ladi? 3 dan keldi. Hisobini. 102